Gipsgardonni ham bunaqasiga ham bunaqasiga dumaloq qilib chiqarib berganmiz. Assalomu alaykum. Yoshli masjiddagi obyektimizdaman. Mashq patoloyni to'liqroq obzor qilib bering deb so'raganlar bo'ldi. Telefon qilib ustakalarimizdan bo'ldi bu taklif. Buni gipsgardonni ham bunaqasiga ham bunaqasiga dumaloq qilib chiqarib berganmiz. Podsvetkasi ham bor. Buni bitirish oson bo'lmadi. Keyin bu yerda gipsgardonlarimizni e'tibor bersalaring, magnit treklarga chokni trekni boshiga tushirib qo'ymaganmiz, qirqib tushirganmiz. Dimoxodni o'rnlarini ham butun qilib qo'yganmiz. Yoniga chok tushmagan. Etidan keyin malarka ishlarida qiyin bo'lmaydi. Bu tarafda ham ko'rishlaring mumkin. Bu burchaklar ham hammasini burchak qilib tushirib qo'yganmiz. 45 ga ochib, bu tarafda ham mana butun gipsgardonni butunicha qo'yib berganmiz. Chok tushmagan. Qo'ldan kelgancha chiqarib berganmiz. O'zlaring bitta baho berasizlar. Bunaqangi dumaloq qilib chiqarib ham beraveramiz. Xohlagan shaklda aloqaga chiqaverasizlar.